ish jarayonlari 70 ta korobka chuvalchangga zakaz olganmiz, xudo xolasa. Qilib beryapmiz. Mana bitta bioreaktorda men ko'rsatdim. Oxirga keldik. Bir boshdan olib kelyapmiz, zid joylarni chiroyli qilib. Faqat ko'ryapsizlar, usti olinyapti. Ya'ni chuvalchang zid joy olinyapti, tagi qolyapti. Bioreaktorda. Bir boshdan solib berilayotgani yo'q. Bir boshdan solinsa go'ng ko'pib qoladi. Mana chuvalchang bilan mana solinyapti, chiroyli qilib. Xudo xolasa ko'rib, mana chuvalchanglar holatini boqib beringlar. Mana shunday chuvalchanglar holati. Mana narsalar endi bu go'ngni ichidan kelgan narsa. Chuvalchanglar mana shuni korobkaga hammasi mana bir xil mana solinyapti. Buni ichida tuxumi ham, lichinkasi ham bor. Mana oq lichinkalari endi telefonda qanday ko'rinadi, qanday emas. 70 korobka chuvalchangni tayyorlab beryapsiz Muzrabotga. Ko'ngil to'q qilib mana kelaveringlar. Xolos. Shu bioreaktordan olinib kelyapti. Chuvalchanglar. Chuvalchanglardan mana solib beryapmiz. Xudo xolasa mana vakillarni o'zlari ham kelyapti, ularga ham ko'rsatamiz. Bir boshdan shunday qilib solib ketyapmiz. Endi bu o'zini go'ngi bilan ketayotgan sabab bu ozuqa. Ham chuvalchanglar yangi joyga o'rganish sust bo'ladi. Shuning uchun 4 kun, 5 kun, 1 hafta vaqt o'tadi. O'zini go'ngida oziqlanib turadi yangi joyga o'rganguncha. Ham buning ichida lichinkalari ko'p. Mana ko'rinyapti, mana oq lichinkalar mana. Shular hammasi chuvalchanglar, yangi tuxumdan chiqqanlar. Kun issiq bo'ldi, endi tuxumi aksariyat tuxum qolmaydi. Batamom tuxumdan chiqib ketgan. Mana shular ham katta-katta bo'lib chuvalchang bo'lib ketadi. Mana shunday ketyapmiz. Mana shunday mana korobkaga solinib ketyapti. Chekadan. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, videolarimiz kuzatib boruvchilar. Bugun 2026-yil 13-iyun kuni 70 ta banan korobkadagi chuvalchanglarimiz Muzrabot tumaniga ketyapti. Mana yukladik. Xudo xolasa kunda kech bo'lishiga qaramasdan 70 ta banan korobka mana yo'lga chiqyapti.